Ikigai Yaponcha so'zining ma'nosini bilarmidingiz? Ikigai so'zi shunday tarjima qilinar ekan. Iki degani hayot bo'lmoq, yashamoq, tiriklik. Gai bu qadr qimmat. Jamlab tarjima qilgan bo'lsangiz, yashashimning sababi, hayotimga ma'no beruvchi narsa desa bo'lar ekan. Xullas ikigai degan tushuncha bor yaponlarda. Ikigaingni topganmisan deydi. Ikigaingni top deydi. Ikigaimizni topishlikni 4 ta foydasi bor ekanda. Birinchisi, biz nimani yaxshi ko'rib bajaramiz. Ya'ni ish faoliyatimiz bo'ladi desa, nimani yaxshi ko'rib bajaramiz. Ikkinchisi, nimada uddaburomiz, zo'r qila olamiz. Uchinchisi, shu qiladigan ishimiz jamiyatga foyda keltiradimi? To'rtinchisi, o'zimizga manfaat beradimi, ya'ni daromad beradimi? Ana shu 4 ta narsani ustida chuqur fikrlab, o'zimizni ikigaimiz topib olsak, biz bu hayotda muvaffaqiyatlarga erishaverar ekanmiz-da. Ya'ni yashashimizning, hayotda bo'lishligimizning ma'nosi yoki hayotimizga asosiy ma'no beruvchi narsa mana shu ikigai. Ikigaingizni toping, yoshlar. Izlaning, qidiring, kitoblarni qarang. Ko'pchiligingiz dadam falonchi bo'lasan degan, pistonchi kasb tanlashda ham aniq maqsad, yo'nalishingiz yo'q. Ikigaingizni toping. Siz nimada zo'rsiz? Qaysi sohada zo'rsiz? Va qaysi sohani sevib ishlaysiz? Va o'sha ishingiz jamiyatga foyda keltiradimi, yo'qmi? To'g'risi, sizga foyda keltirish kerak. Chunki bu dunyoda yashayapmiz, hayotimiz, demak, mana shu 4 ta qoida ustida mahkam tursak, muvaffaqiyatli bo'laveramiz, jamiyatga ham foydali bo'lamiz, o'zimiz ham rivojlanamiz.